Aytganlaringizni inobatga olib, sizni yagona zotga sajda qilishga taklif qilsam bo'ladimi? Buning hojati yo'q. Chunki men hozir ham yagona Xudoga sajda qilaman. Yagona Xudo? Ha, yagona Xudo. Butun dunyoga teng ravishda porlayotgan Xudo. Uning rahmati barcha mavjudotlarga teng ravishda beriladi. Barcha mavjudotlar hayotini yaratgan zot, dehqon xo'jaliklarining unumdorligi u tufayli. Firavun hayajonlanmasligi kerak. U yana hushidan ketishi mumkin. Men butun koinot irodasi izmida bo'lgan Xudoga sajda qilaman. Agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, eng yagona ilohligini tan olaman. Ishonavering. Men tushuna olmadim. Fir'avn quyoshga nur beradigan va barcha mavjudotlarni yaratguvchi bo'lgan zotga ishonaman. Ham unga, ham payg'ambariga iymon keltiraman. Ertagayoq dinimni e'lon qilaman. Men bugundan boshlab yagona Xudoga sajda qilaman va ismimni Amenhotepdan Akhenatonga o'zgartiraman. Buni butun Misr bo'ylab e'lon qilib chiqing. Misr fir'avnining ismi Akhenaton, ya'ni yagona Xudoga sig'inuvchi deganidir. Ya marhaba.